Fiqh ahlining majlislari yaxshi vositadir. Yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Fiqh darsimizda biz o'tgan darsimizda hojat chiqarishlikdagi bo'ladigan odoblar haqida gapirdik va hojat chiqarishlikda farzlari bor ekan, makruh ishlar bor ekan, mustahab ishlar bor ekan va undan keyin misvak haqida gapirdik. Misvakning odoblari haqida. O'tgan darsimizdagi narsani biz takrorlamaymiz, chunki vaqtimiz juda qisqa. Bugungi darsimiz fitrat ishlari haqida gapiramiz. Hisolul fitra, ya'ni inson fitratida bo'lib, har bir inson o'zi insoniyligidan kelib chiqib qilish kerak bo'lgan narsalar. Bular 5 ta. Birinchisi xatna qilishlik, ikkinchisi avrat joylarini tozalashlik, bu ustara ishlatishlik, uchinchisi qo'ltiqni tozalashlik. Akramakumulloh, ya'ni bu fiqh darsimiz bo'lganligi uchun mana bunaqangi narsalarni aytmasak bo'lmaydi, chunki insonchilikda hammamiz uchun kerak bo'layotgan narsalar bular. Va to'rtinchisi mo'ylabni qisqartirishlik va beshinchisi tirnoqlarni olishlik. Ya'ni mo'ylabni qisqartirishlik bu soqolni qo'yishlik bilan bitta narsa aytiladigan narsa o'zi. Ba'zi nimalarda 10 ta narsa kelgan. Inshaalloh keyinchalik bularni aytamiz. Mana shu 5 ta narsa fitrat xislatlaridan bo'ladi. Birinchisi demak xatna qilish ekan. Xatna qilishlik bu erkak kishilarga nisbatan bu xilofi yo'q. Inshaalloh bu narsa vojib. Hatto shu vojiblik uchun ham balog'atga yetgan kishilar agar islomga kirsa, ularni xatna qilinadi. Xatna qilingan paytda albatta avrat joyi ochilinadi. Avratni ochishlik harom narsa. Haromni vojib uchun ochsa bo'ladi. O'sha uchun ham agar bu mustahab bo'lganda edi, mustahab narsani qilishlik uchun harom narsa qilinmaydi. Ayollarga xilof bor. Ayollar haqida bo'ladigan narsada xilof bor. Ya'ni ayollar xatna qildiradimi yo'qmi deganda xilof nimada? Xilof buni ayollarda mustahabmi, vojibmi ekanligida. Ya'ni Hanafiy mazhabda ayol kishilarni xatna qilishligini takrima degan. Ya'ni ayollarni ehtirom qilish deb aytgan. Har qalay bu sunnatda bor bo'lgan amal. Ammo kimda kim buni dinda yo'q deydigan bo'lsa, bu katta xato aytgan bo'ladi va umuman ahli ilmlar aytgan gapdan yiroq gapni aytgan bo'ladi. Ya'ni bu joyiga qarab, odamiga qarab hukmni oladi. Ba'zan vojib bo'ladi. Bu nima qilish? Ayollarni xatna qilishlik ularni ya'ni bir holatini mo'tadillashtirishlikka kiradi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga xatna qiluvchiga aytgan nasihatlari bor. Umar roziyallohu anhudan kelgan rivoyatlar bor. Xatna qilgan paytda ko'p xatna qilib yormagin yoki oz ham olmagin, o'rtacha olgin deb o'rgatganlar. Ya'ni ayollarni xatna qiluvchiga aytgan buni. Demak, mana shulardan bilinadiki, Rasulullohning davrlarida ham, undan keyin salaflar davrlarida ham, salaf solihlar davrlarida xatna qilishlik bo'lgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-fitratu khamsun." Fitrat 5 ta narsa deb, shulardan biri xatna qilishlik, yana biri avrat joylarini tozalashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avrat joylarini tozalashlikka 40 kun belgilab bergan ekanlar. Ya'ni bundan oshishligi o'sha fitrat ishlarini bajarmaganlik holatiga kirib ketadi. Ya'ni bu bizning dinimiz tozalikka buyurilgan. Va uchinchisi natfil ibit, ya'ni qo'ltiqni tagini tozalashlik. Mana bu ham fitrat ishlaridan. Va mo'ylabni qisqartirishlik. Qassu sharib. Ulamolar ya'ni bunda huffu shawarib ham deb kelgan rivoyatda huffu deganligi tagidan oylar degani, qassu degani qirqiylar degani. Shunda qanday tushunishimiz kerak? O'zi mo'ylab o'sib og'izga kirib ketishligi bu harom bo'lgan narsa. Qassu deganligi qaychi bilan qirqish tushuniladi. Hatto Imom Malik rahimahulloh mo'ylabni tagidan qirgan kishilarga odob beriladi deb ham aytgan ekanlar. Lekin bu kishining fikrlari. Ba'zi nimalarda, mazhablarda tagidan qirish, o'sha mo'ylabni oylar deganda tagidan qirishlikni tushungan. Ya'ni ikkala rivoyatda bir-biriga teskarchiligi yo'q. O'zi qaychi bilan qisqartirish ham kiradi,
yoki bo'lmasa o'sha tagidan yaxshilab qaychi bilan olishlik ham kiradi. Har qalay o'sib ketishligidan qaytarish. Bunda ish kengroq. Agar qisqartiradimi yoki tagidan ustara bilan olib tashlaydimi, bunda ish inshaalloh kengroq. Bunda xilof qilinadigan ko'p katta narsa emas bu. Biz bilishimiz kerakki, bu o'stirishlik yaxshi emas. Ya'ni harom narsa, harom o'stirishlik. Va oxirgisi taqlimul azfar, tirnoqlarni olishlik. Tirnoqlarni olishlik. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga qolgan odoblar, ya'ni mana shu xuddi hozir aytgan narsalarimizni sahih hadislarda tartibi bilan xuddi shunday kelgan. Mana yuqorida aytdik, Abu Hurayraning hadisda, roziyallohu anhu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, al-fitratu khamsun, fitrat 5 ta narsa: xatna qilishlik va avrat joylarini tozalashlik, qo'ltiqni ostini tozalashlik, mo'ylabni qisqartirishlik va tirnoqni olishlik. Mana bu narsa fitrat odoblariga kiradi. Allohu a'lam.